Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shrabotliklar va ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Qo'shrabot tumanida hozirgi kunda 4628 nafar tabiiy gaz hamda 20636 nafar suyultirilgan gaz iste'molchilari mavjud. 2025-26 yillar kuz-qish mavsumi boshlanishi va havo sovishi bilan gazdan foydalanish ehtiyoji ortadi. Shu munosabat bilan siz aziz fuqarolardan gaz jihozlaridan foydalanishdan avval quyidagilar e'tibor qaratishingizni so'raymiz. Gaz jihozlarining sozligini tekshiring. Shamollatish tizimlarining to'g'ri ishlayotganiga ishonch hosil qiling. Hech qachon qo'l bola yoki nosoz gaz jihozlari, rezina shilang, nostandart uskunalardan foydalanmang. Tabiiy yoki suyultirilgan gazdan foydalanishda texnika xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilish zarur. Bundan tashqari, yonib turgan gazni qarovsiz qoldirmang. Is gazi yoki gaz hidi sezilsa darhol 104 qisqa raqamiga yoki 66lik 646 12 39 raqamiga murojaat qiling. Gaz bizning xonadonimizga iliqlik va farovonlik olib kiruvchi ne'mat. Uni oqilona va xavfsiz foydalangan holda o'zingiz va oilangizni turli noxush holatlardan asrang. Hurmat bilan Qo'shrabot tuman gaz ta'minoti ma'muriyati.